Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Solihning Haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklda e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'lishiga ishonamiz. Keng qo'llaniladigan qo'shimcha moddalar. Bisfenol A oziq-ovqat, parfyumeriya, idish-tovoq va kir yuvish moddalari sanoatida buzilishning oldini oladigan qo'shimcha modda sifatida aralashtiriladi. Estrogen gormoni kabi ta'sirga ega bo'lgan bisfenol A qo'shilgan mahsulotlar tanada estrogen tarkibining ortishiga sabab bo'ladi. Bu holat trombosit ishlab chiqarishning kamayishiga va qon ishlab chiqarishning buzilishiga, ayollarda ham, erkaklarda ham endometrioz paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ayni paytda estrogen ortiqchaligi xotin vujudida androgen gormonining ko'payishiga olib kelsa, erkak vujudida androgen gormonining ozayishiga olib keladi. Bu xotinning erkaklashuviga, erkakning xotinlashishiga sabab bo'ladi. Nitrat selitralari qayta ishlangan go'sht mahsulotlariga eng ko'p aralashtiriladigan qo'shimcha moddalardan. Bu ikki modda mahsulotni buzilishdan saqlovchi, unga rang beruvchi va uning lazzatini orttiruvchi sifatida qo'llaniladi. Natriy selitrasi barcha qayta ishlangan go'sht mahsulotlari, sosiska, kolbasa, salami, bostirma qo'shimcha moddalar bilan tayyorlanadi. Go'sht mahsulotlari bilan vujudga kirgan natriy selitrasi saraton keltirib chiqaruvchi nitrosamin moddasini ishlab chiqaradi. Nitrosaminlar to'qimalarga zarar beradi, mutatsiya va saratonga sabab bo'ladi. Natriy selitrasi mahsulotlarini iste'mol qilish bosh aylanishi, og'rishi, nafas olishda qiynalish, qon ishlab chiqarishning buzilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Natriy sulfati ozuqa moddalarida va dorilarda rang va quruqlikni saqlovchi, buzilishni oldini oluvchi, oqartiruvchi sifatida qo'llaniladi va ko'p qo'llaniladigan sulfitlovchi hisoblanadi. Fermentli ichimliklarda, aksariyat restoranlarning salat barlarida, pivo va sharob kabi spirtli ichimliklarda mavjud. Konditer mahsulotlari, pishloqlar, saqichlar, muzqaymoq, apelsinli ichimliklar, butun tayyor ichimliklar, meva sharbatlari, quritilgan uzum, o'rik, anjir, keks va biskvit kabi pishirilgan mahsulotlar, choylar, ta'm beruvchi, tayyor dengiz mahsulotlari, murabbo, jelelar, konserva va quritilgan ko'katlar, muzlatilgan kartoshkalar, tayyor sho'rva, kolbasa, sosiska, quritilgan go'sht va baliq mahsulotlarida qo'llaniladi. Turkiyadagi Pamukkale universiteti tibbiyot fakulteti o'z izlanishlarida natriy sulfitining iste'moli o'rganish qobiliyati va xotiraning buzilishiga, miya funksiyalarining buzilishiga sabab bo'lib, bu jiddiy kasalliklarga olib kelishi aniqlangan. Sulfitlar ko'krakda siqilish, qorinda changaklar, qishimcha, ich ketishi, qon bosimining tushishi, miyada qizish, holsizlik paydo bo'lishiga va qon bosimining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, sulfitlar astma bilan og'riganlarga astma xurujlarini kuchaytirishi mumkin. Natriy selitrasi va natriy sulfit ayniqsa embrion, chaqaloq va bolalarga katta zarar beradi. Titanium dioksid. Titanium dioksid dunyoda eng yoyg'in qo'llanilgan mineraldir va nanotexnologiyaning 3 ta asosiy moddasidan biridir. Tabiiy mineral bo'lgan titanium dioksid nanotexnologik uslubda, ammo shakli o'zgartirilib, aktiv bir nanoparcha formatiga solingandir. Foton nuri asosida titanium dioksidning organik mohiyati kimyoviy reaksiya oqibatida parchalana boshlaydi. Bu sun'iy jarayon o'simliklarda yashagan fotosintezga o'xshaydi. Fotosintez o'simliklarning quyosh nuri ostida karbon dioksid, suvdan organik moddaning hosil bo'lishidir. Titanium dioksid buning
teskarisini qiladi. Organik moddalarni parchalab, ularni karbon dioksid va suvga ajratadi. Buning ma'nosi shu demakdir. Titanium dioksid nano parchalar har qanday bir organik modda har qanday jonli hujayraga tekkanida ularni parchalanishiga olib keladigan kimyoviy reaksiyani boshlab yuborishga qodir mudhish bir xususiyatga ega. Bugun titanium dioksid oziq-ovqat moddalarida, shakarda, murabboda, saqchda, qandda, tuzda, karbonatda, sutli ichimliklarda, sutda, sut kukunida, pishloqda, pishloq suvida, margarinda, unda, xamirda, tovuqda, go'shtda, baliqda, dengiz mahsulotlarida, soyalarda, tibbiy dorilarda, badanparvarish mahsulotlarida, tish pastasida, oqartiruvchilarda, deterjant buzilishdan saqlovchi va hokazolarga qo'llaniladi. Shuningdek, havoni tozalash uchun va yoki suv omborlari, daryo va ko'llarga ichimlik suvi olish maqsadida titanium dioksid nano parchalar sepilmoqda. Bundan tashqari, o'z-o'zini tozalagan oynalar, qoplama materiallari, devor bo'yoqlari, ro'mol, gazmol va kiyimlar ham nano parchalar bilan ishlab chiqarilmoqda. Og'iz, teri va nafas yo'li bilan vujudga kirgan nano parchalarning organizmni tark etmasdan to'qimalarda birikib, buyraklarga katta zarar bergani taspit etildi. Bundan tashqari, nano parchalar jonli hujayralarga o'tganida hujayralarni, ayniqsa miya hujayralarini vayron etib, genlarni mutatsiyaga duchor qilishga qodir ekanligini ham ko'rdik. Kosmetikada va quyosh kremlarida keng qo'llanilayotgan titanium dioksid va tin oksid nano parchalari nurga hassosdir. Quyosh ostida qolgan terida DNK o'zgarishlariga olib kelishi mumkin. Terida bir yara bo'lsa, u orqali qon oqimiga kirgan nano parchalar miya, yurak, jigar, buyrak, taloq, suyak iligi va nerv sistemasiga ham o'zining manfiy ta'sirini o'tkaza oladi. Nano parchalar hujayra ichiga kira oladilar. Mitokondriyani xarob etishi mumkin. Demak, energiya va protein ishlab chiqarish jarayonining buzilishiga, DNK mutatsiyasiga va hujayraning o'lishiga olib kelishi mumkin. Nano parchalarning eng ko'p jigarga, keyin taloqqa yeyilgan ko'rilmoqda. Sichqonlarga berilgan karbon nano parchaning buyrak hujayralari o'limga sabab bo'lib, yangi hujayraning o'sishiga to'siq bo'lgani taspit etilgandir. Holbuki, suv tozalash sistemalarida karbon nano parchalari keng qo'llanilmoqda va demakki, suv bilan bizning organizmimizni ishg'ol etmoqdadir. Oziq-ovqat sanoatida qo'llanilgan ranglantiruvchi moddalarning genotoksid ta'sirlari ularning gormonal buzuqliklar va nevrologik xastaliklarga olib kelishi isbotlangan. Titanium dioksid dunyoda ishlab chiqarilayotgan ranglantiruvchi moddalarning 70%ni tashkil qiladi. Bugun har bir kishining ichimlik va oziq-ovqatda kuniga 300 gram titanium dioksid iste'mol qilgani taxmin etilmoqda. Nanotexnologiya sanoati chiqindilar shaklida atrof muhitga tashlanganida tuproq, suv va mikrofloraga katta zarar beradi. Bu o'z navbatida shunday muhitda yetishadigan oziq-ovqat sifatini ham buzadi. Tadqiqotlarga ko'ra, CO2 nano parchalari inson ma'nisidagi harakatchalik va tig'izlikka katta zarar beradi. Shuningdek, umrning qisqarishiga, testosteronning tushishiga sabab bo'ladi. Histopatologik ma'lumotlarda CO2 ning ma'niy g'ilofida epitelium qalinlashuviga va qon aylanishida varikozga sabab bo'layotgani kuzatilgandir. Butun bu tadqiqotlar ham CO2 ning jonli organizmlarga keltirishi mumkin bo'lgan kulfatining butun dahshatini ko'z oldiga keltirishimizga kamlik qiladi albatta.
TiO2 nanomaterial sifatida endi ziroatda ham qo'llanila boshladi. Yuqorida eslatilgan mahsulotlardan uzoq turib, titanium dioksid zarralaridan saqlanmoq ehtimol mumkindir. Ammo uning ziroatda borligi undan saqlanishni imkonsiz holga keltirib qo'ymoqda. Aspartam. Aspartam keng qo'llanilayotgan shirinlashtiruvchidir. Bu modda DNK manipulyatsiyasi, klonlash, mikrobial fermentatsiya uslubi bilan qo'lga kiritiladi. Shokolad, saqich, ketchup, souslar, shakarlamalar, dorilar, dietik yeguliklar va ichimliklarda qo'llaniladi. Oziq-ovqat sektorida boshqa nomlar ostida ko'rinadi, lekin asosan aspartam, fenilalanin yoki surel nomlari ostida etiketkalarda bildiriladi. Qorishmalarda qo'llanganida alfa-sfit, aspamix, aspasvit, svitli, aspartin, evrasvit nomlar ostida chiqadi. Aspartamning 60%ni fenilalanin tashkil qiladi. Fenilalaninning sun'iysi tabiiysidan ancha kuchli bo'lgani uchun uni iste'mol qilgan kishida bu moddaga ruhan va jismonan boqimandalik paydo bo'ladi. Fenilalanindan olingan gormonlar fikrlash, o'ylash jarayoniga ham ta'sir qiladi. Shu bois aspartam bangisi bo'lgan kishilar shokolad yemasa yoki aspartamli ichimlik ichmasa ishlay olmaydigan darajaga kelishi mumkin. Jismoniy bangilik aspartamdagi sintetik fenilalaninning metabolizmaga daxil bo'lib, pankreas, jigar, tiroid bezi va buyrak usti bezining gormon ishlab chiqarish jarayoniga qo'shiladi. Eng muhim tiroid gormonlaridan bo'lgan tirosin bilan pankreas gormoni bo'lgan insulin fenilalanin vositasida ishlab chiqiladi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Xayr, sog', omon bo'ling. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda.